Oila va kishilar bilan muomala. Maxtum oilasini ham kiyim-kechak vajidan o'zi kabi tutar edi. Kiyim-kechakdagina emas, hatto oziq-ovqat to'g'rilarida ham uning anchagina kelishimsiz qiliqlariga yo'liqar edilar. Masalan, bir oy to'lmasdan kir yuvishga ruxsat bermas. Agar Nigor oyimning bir oysiz kir yuvganini ko'rib qolsa, kiyimni tog'orada churitasan deb g'ovg'a solar edi. 2 haftasiz palovni ko'rmaslar. Ozodlik oshlari albatta bundan mustasno. Ko'p ovqatlari ubra, tuppa, mastava, qovurma, sho'rva bo'lar edi. Nigor oyimning qozoni yo'qcha, yelcha go'shtni faqat palov sharofati bilangina ko'rar edi. Lekin Maxtum ba'zi narsalar bilan oshxonani yaxshigina mo'liqtirar. Masalan, shalg'am, qovoq, lavlagi. Bu to'g'rida xotini harchand rad qilsa ham, qoplab shalg'am, 20-30 lab qovoq xarid qilishni qo'ymas. Shalg'am Bibi Fotimai Zuhraning duolari barakati, qovoq bo'lsa Hazrati Yunusning mo'jizalari deb bahosi arzon, lekin xosiyati ko'p bo'lgan bu mablag'lar bilan oshxonani to'ldira berar edi. Har hafta 1-2 martaba qovoq somsa yoptirmay qo'yilmas, ammo yog'ni kam sol, qovoqning ta'mini buzadir deb ta'kidlashni ham unutmas edi. Uyda non yopilmaganidek bozordan ham sotib olinmas, chunki panshanbalik non yetib ortib yotar, hatto ba'zi vaqtlarda bozorga ham chiqar edi. Maxtumning o'quvchi bolalar bilan muomalasi juda yaxshi edi. Savog'ini bilmagan yoki sho'xlik qilgan bolalarni har qancha so'kib koyisa, do'q urib davara qilsa ham urmas. Bu jihat bilan butun Qo'qon bolalarining muhabbatlarini o'ziga jalb etgan edi. Ammo ozodlik masalasida bolalardan hech kimni ham afu etmas. Boy bolasiga ozodlik lozim bo'lgan bo'lsa, albatta undirishga, kambag'al bolasidan mumkin qadar uzib olishga harakat qilar. Bolalar haftiyak, Qur'on, So'fi Allayor va shunga o'xshash kitob boshlasalar, ozodlik majburiy. Maktabdan ma'zun bo'lganlarning ziyofat qilib Maxtumga sarupo berishlari qoidada bor bo'lsa ham, lekin aksar bolalar bu to'g'rida domlani ana-mana bilan aldab ketarlar. Sahiyroq otalar bu marosimni ado etib ustozni rozi qilmasalar, ammo ko'pchilik Maxtumni ranjitar edilar. Panshanbalik bo'lsa maktabning asos haqqi va bulardan boshqa qo'l yog'i quymoq, ammoga bo'g'irsoq, yosing'a yupqa degan gaplar ham bo'lar edi. Bolalar har yili bir marta bo'ryo puli va oyiga bir necha bora supurgi puli ham to'lab turar edilar. Maxtum mumkin qadar bolalarni o'z maktabiga jalb qilishga tirishar. Ayniqsa, boy va bek bolalarini o'z qo'liga olish uchun har bir chorani ko'rar edi. Masalan, boy va ayondan birining o'g'lini boshqa maktabda o'qib yurgan bo'lsa, uni bolalar vositasi bilan o'z maktabiga chaqirar, nima o'qiganini, nimalar bilganini so'rar. Bola savog'idan yaxshi javob bera olmasa, sizda ayb yo'q, o'g'lim. Ustozingiz biroz shundayroq odam. Xo'p, bizning maktablarga ham kelib yuring. Men o'zim sizni juda do'st tutaman-da, der edi. Tabiiy bolaning shu kundan boshlab o'z domlasidan ko'ngli sovur. Tez kunda Maxtumning maktabiga kelib kirar edi. Ba'zi vaqt chet maktab bolalari bilan shunday muomalani ko'chalarda ham qilar va o'g'li bo'lgan boy va ashroflarga ham juda sertakalluf, hoksarona salom berib, tanimasa ham ular bilan so'rashar, nechta o'g'li borlig'ini va ularning o'qib-o'qimaganliklarini, o'qishga ixloslarini tekshirib, o'zining ta'limida qo'llagan yengil usullarini ham bir muncha tiqillatib o'tar edi. Tabiiy, Maxtumning bunday harakatlari ko'pincha foydasiz bo'lmas. Maktabiga yangidan-yangi shogirdlar to'planib turar edilar. O'z qatoridagi maktabdor domlalarni aslo ko'rolmas. Ularga qarshi yuragida umrlik kek saqlar edi. Ba'zi majlislarda yo'sini kelib qolsa, "Ha, mulla falonchimi? Ko'p bolalarning umrini zoya qilyapti" deb eshitaman. Shogirdlardan bir nechasi shikoyat qilishib menga kelishgan edilar. Qanday qilay? Shogirdlarim o'zimdan yetib ortsalar ham umrlari zoya bo'lmasin dedim, der va eshitguvchilarga sezdirmay raqibini chimchilar. Kezi keldi deguncha ikkinchi maktabdor to'g'risida shu yo'sin zamzama so'zlar edi.
Maxtum bo'ychan, ola go'sht, siyrak mo'y, oq tan, istarasi issiq bir domla edi. Yoshi 50dan oshgan, soch va soqolini birmuncha oqlar ko'rinar edi. Kishi bilan so'zlashganda, ayniqsa bir narsadan taajjublanganda, siyrak va lekin to'g'ri baquvvat o'sgan soqolini tutamlab, o'ng ko'zini biroz qisib qarar. Odat qilgandan bo'lsa kerak, gap orasida "habba" degan so'zni ko'proq ishlatar edi. Domlaning bu habbasini nima ma'noda qo'llanilar, o'zidan boshqa hech kim bilmaganidek, undan bu to'g'rida izoh ham so'ramagan edilar. Har holda habba habbali yoki "ha, barakalla" bo'lsa kerak, chunki ul bir narsadan xursand va rozi bo'lganda aksar "habba" deb yuboradi. Shu yergacha bir necha sahifalarni Maxtumning ta'rifi bilan to'ldirdik. Ehtimolki domlaning g'iybatini ham qildik va qilarmiz, lekin shunisidan xotirjamizki, yo'qni yo'ndirmadik. Maxtumning sha'nida bor gaplarnigina yozdik va yozarmiz. Maxtumning hamma nuqsonini yuvib ketarlik bir jumladan so'ng yana o'z ishimizda bo'lamiz. Nima bo'lganda ham Maxtum o'z zamonasining eng oldingi domlalaridan, Qo'qon aksariyatining savodxon bo'lishlariga sababchi ustozlardan, hatto ulug' xizmatlarga kishi yetishtirib berguvchi nodir muallimlardan edi.